Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Podpischilar, avtokranavchilar, yangi o'rganmoqchi bo'lgan kranchilar. Ana bugun keyingi darsimiz kompyuter haqida. Kompyuterni o'zini hozir tushuntirib o'taman, nimalari bor. Xo'sh, ana bera motorni ishlab turishi bor, motorni oboroti bor, qancha oborotga ishlayotgani. Ana bera suvni ko'rsatib turadi, ana necha gradusga turibdi o'zimiz, 74 gradus. Ana bunisi maslaniki. Ana bera maksimalni yuk ko'tarish tonnasi. Ana bera hozir ko'tarib turgani, данное время gakka ilib turgan yukni ko'rsatadi. Xo'sh, ana bera bitta videoga adashmasam, mana shu 4 talik zapasovka haqida ham gaplashib ketgandik, aytib o'tib ketgandim. 4 talik bilan ishlayotganim uchun hozir 4 talik turibdi. Bu aytganimday men turgan joydan yukkacha bo'lgan, gakkacha bo'lgan masofa. Ana bu stirlarning metri, bunisi balandlik. Stirlarning uchidan to yergacha bo'lgan masofa 24,5 metr ana. Xo'sh, yana bergan nimalar bor? Masalan, bir nastroykalari bor, kalibrovka bor, spravka bor. Bo'ldi, aslida ana shuları. Endi nastroykani uni o'zi ustosi qiladi aslida, ustosi. Nastroykasi bizga uncha shart emas. Bu yerga ana qaysi komanda yongan, qaysi nimalar yongan, ana shular ko'rsatib turadi. Ana hozir bu stirlarniki. Stirlar tashlaydi. Agar stirla chiqarmoqchi bo'lsa, knopkani bosib chiqarish kerak bo'ladi-ku, o'zgaradi. Svetiga qaranglar, o'zgardi. Stirlar chiqadi degani. Bu stirlar tashlaydi uzoqqa, o'zingizga olasizlar, uzoqqa tashlaysizlar. Bunisi esa stirlar chiqadi, bittalik yoki 3 talik. Qanaqa savollaringiz bo'lsa qoldirishlaringiz mumkin. Hammasiga javob beraman. Hozircha qisqagina darsimiz ana shu edi. Keyingi videoga yukni qanday olishni, stirlarni necha metr chiqarishni hammasini ko'rsatib qo'yaman sizlarga.